Mercedes bu mukammal tankni yaratish uchun milliardlab dollar va 10 yil vaqt sarfladi. Mercedes-Benz W140. Bu afsona sotuvga chiqishidan avval uning dvigateli sovuqda to'xtab qolmasligi uchun, podveskasi muzda sirpanmasligi, tormozlar va elektronikasi har qanday sharoitda ham ishlashi uchun kompaniya uni Shvetsiyaning Airplug hududida -30 gradus sovuqlarda sinovlardan o'tkazdi. Dvigateli qizib ketmasligi va hamma tizimlar jaziramada ham birdek ishlashi uchun uni Arizona cho'llarida +50 gradus darajadagi issiqlikda millionlab kilometrlar haydashdi. Alp tog'larida esa baland yuklama hamda bosimlarda maksimal qiynashdi. Undan tashqari uni Germaniyaning avtobanlarida 200 kilometrdan ortiq tezlikda uzluksiz soatlab haydab sinovlar qilishdi. Eng qizig'i bularning hammasi 10 yil davom etgan sinovlarning faqatgina bir qismi edi. Odamlar uni bekorga tank deb atashmagan. Uning kuzovi yuqori mustahkam po'latdan ishlangan. Og'irligi esa 2 tonnadan ortiq. Unda maxsus deformatsiya zonalari bor. Shuning uchun ham kuchli avariya va zarbalardan keyin ham sinmasdan zarbani o'ziga olib, ichidagi insonni maksimal himoya qilgan. Undan tashqari W140 ni bron versiyalari ham chiqarilgan. Oynalari qariyb 5 cm gacha, kuzovi to'liq kuchaytirilgan. U hatto yirik pulyalar yomg'irdan ham bemalol chiqib kelgan. Uning og'irligi esa 3 tonnagacha chiqqan, lekin kapotdagi mana shu V12 motor uchun bular hech nima emas edi. Bu Mercedes tarixidagi ilk 6 litrli V12 konfiguratsiyada yaratilgan motor. 400 ot kuchi, og'ir S-klass bo'lishiga qaramay 0 dan 100 gacha 6-6,5 sekund atrofida chiqardi. Eng qizig'i bu motor keyinchalik Italiya giperkari Pagani Zondaga ham o'rnatilgan. Bu qanday mukammallik, bu qanday sifat, uni buyuk deysizmi, afsona deysizmi, u hammasiga arziydi. Mercedes-Benz W140 bu nemis injenerlarining hayotni himoya qilishga bo'lgan cheksiz ishtiyoqining natijasi. Mana bugun ham 30 yildan keyin ham W140 yo'llarda ko'rinsa, deyarli hamma unga boshqacha ko'zlar bilan qaraydi. Bu haqiqiy komfort, haqiqiy status va ishonchlilik ramzi va u doim Mercedes fanatlari qalbida shunchaki oddiy S-klass emas, balki haqiqiy mustahkam oxirgi nemis tanki sifatida qoladi. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Mercedes fanatlariga yuborib qo'ying.